Hop, birinchi muammoga yechim beramiz. Birinchi muammo o'quvchilar darsga qiziqmayapti. Muammo. Ko'plab darslarda o'quvchi faqat tinglovchi bo'lib qoladi. O'qituvchi tushuntiradi, o'quvchi esa yodlaydi. Natijada bilim hayot bilan bog'lanmaydi va qiziqish pasayadi. Finlandiya tajribasi. O'quvchi markazida ta'lim. Ular nima qiladi? Birinchisi, o'quvchini faqat tinglovchi emas, faol ishtirokchi qiladi. Darslarda savol berish, fikr bildirish va muhokama qilishga katta ahamiyat beradi. Fanlarni hayotiy vaziyatlar bilan bog'laydi. Misol, oddiy matematika darsida formulani yodlang emas, Finlandiya usuli bo'yicha siz do'kon ochsangiz xarajat va foydani qanday hisoblaysiz? Bizga yechim har bir darsda hayotiy misol qo'shish, o'quvchidan nima uchun deb so'rashni o'rgatish, guruhli loyihalarni ko'paytirish. Yaponiya tajribasi. Faollik va mas'uliyat. Ular nima qiladi? O'quvchi maktab hayotida faol qatnashadi, jamoada ishlash va muammoni hal qilishga o'rgatiladi. O'qish faqat kitob emas, hayotiy tajriba sifatida qaraladi. Misol, fan darsi, o'qituvchi gapiradi, o'quvchi yozadi. Yo'q, bunday usul yaramaydi. Yaponiya usuli o'quvchilar guruh bo'lib muammoni yechadi va natijasini taqdim qiladi. Bu ancha samaraliroq. Bizga yechim bir savol, bir nechta yechim usulini qo'llash, munozarali darslarni ko'paytirish, o'quvchini fikri uchun rag'batlantirish. Xitoy tajribasi, bilim va amaliy natija. Ular nima qiladi? Asosiy fanlarga chuqur e'tibor beradi. Texnologiya va tajribalardan foydalanadi. Mehnat va intizom orqali natijaga erishishga o'rgatadi. Misol, fizika darsi qoidani yodlash emas, Xitoy usuli bo'yicha tajriba qilish, natijani kuzatish va xulosa chiqarish. Bizga yechim laboratoriya mashg'ulotlarini ko'paytirish, STEM fan, texnologiya, muhandislik va matematika loyihalarini joriy qilish, o'quvchini mustaqil izlanishga undash. Endi O'zbekiston maktablari uchun smart yechim qanday bo'ladi? Qiziqarli dars formulasi 30% nazariya, 40% amaliy faoliyat, 20% munozara va fikrlash, 10% xulosa va baholash. O'qituvchi uchun 5 oddiy qadam. Birinchisi, har darsni qiziqarli savol bilan boshlash. Ikkinchisi, hayotdan misol keltirish. Uchinchisi, o'quvchilarni guruhlarga bo'lish. To'rtinchisi, ularni gapirish va fikrlashga undash. Beshinchisi, natijani faqat baho bilan emas, rivojlanish bilan o'lchash. Xulosa. Demak, Finlandiya bizga qiziqish va erkin fikrlashni beradi. Yaponiya faoliyat va mas'uliyatni, Xitoy esa mehnat va